Sportni kuzatib boradigan inson sifatida aytishim mumkinki, men na UFC'da, na erkin kurashda bunaqa usulda g'alaba qozongan sportchini ko'rmaganman. Balki siz ko'rgandirsiz. Bu yigitning ismi Sharifi, bu yigit Islomgerov. U rossiyalik, Dog'istondan, Habibning yurtidan. U Serbiyada o'tkazilgan 23 yoshlar musobaqasida so'nggi soniyalarda raqibini shokka tushirib va g'alaba qozondi. U qo'llagan usul uchar olmaxon usuli deb ataladi. O'sha usulni qo'llaguncha u 508 hisobida mag'lubiyatga uchrayotgandi. O'yin tugashiga jang tugashiga bir necha soniya qolganda u mana shu usulni qo'llaydi va 4 ochkoni qo'shib olib 908 hisobida g'alaba qozonadi. Siz fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Haqiqatdan mana shunaqa usulni ko'rganmisiz? Men Islom ham, Habib ham bu usulni takrorlay oladi deb o'ylamayman. Balki sizning fikringiz boshqachadir. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Aytgancha urushdan chalg'ib shunaqa videolarga like bosib qo'yaylik.